fikrlaring. Keldilaringmi? Keldik. Sen necha yoshsan? Nima edi? 13-14 yosh bo'lsang kerak. Nima qipti? Shunaqa paytda pomada so'radimi? So'radi. Siz kimsiz o'zi? Nima menga xo'jayinchilik qilasiz? Bugundan boshlab xo'jayinchilik qilaman. Men seni opangman. Sen meni sinimsan. Boshqa pomada ham tush ham qo'ymaysan. Tushundingmi? Boribchi. Adizni boshqa bolalarga aytasiz. Xo'p, qanday kelgan bo'lsa shunday chiqib keting. Mana eshik. Mani otam bor. Prikaz beradigan. Tushundingizmi? Menga qarang. Nimaga siz bizga xo'jayinchilik qilyapsiz? O'zaro onangizga zo'rg'ina chidadik har kuni. Qancha haydasam itga o'xshab ketmadi.